Nimaga selyum? Men hozir bu maqinni ichini ko'rsatib beraman. Ichida oz bunaqalar bo'ladi va u qo'nganda portlab ketadi va kompyuterlarimiz uni ilg'itib boshqarib turadi va dushmanlarimizga zo'r zarba beradi. Uning uchish tezligi juda katta. Xohlasangiz hozirdan uchiramiz va boshlaymiz. Sen sekundiga hozir aytsam wow deb qo'yasan. Sekundiga 90 metr. Buncha ko'p emas, lekin bo'ladi. Sekundiga. Agar mana bu yerni yamab qo'ysak va bizning ustalarimiz buni nima edi? Buni tezroq uchirishadi va bundan bir nechta bombalar yashaymiz. Va biz dushmanimizga qaqshatgich zarba beramiz. Aytmoqchi, ular tanklar bilan hujum qilmoqchi ekan. Biz ham ularga tanklar bilan zarba beramiz. Va fikrim yoqqan bo'lsa, maxsus qog'ozchalarga yozib oling. Ishqim ma'qul bo'ladi deb umid qilaman.